Söylekte topşırуу için Ayta Rısaliyev ağabeyimizni militsiya polkovnigi o'zi topshirib bersin. Kelinglar, Manas 2 komandasi. Oshunday ele bugungi Ko'kberi o'yini bo'yicha o'yinda miqti o'yin ko'rsatib, 3-o'rinda qamsizlagan Talas rayoni komandasi 80 ming so'm aqchavay siyliq bilan siylanib, siyliq topshirish uchun Qirg'iz Respublikasining Talas oblasti bo'yicha yuqorimdagi vakili Mira Isirkepova birinchi o'rinbosari. O'lchab boshlab turadi, hurmatli ko'rmanlar. 80 ming so'm aqchavay siyliq. Yana o'shanday bugungi o'yinda 2-o'rinda qamsizlagan Aytmatov rayoni 100 ming so'm aqchavay siyliq bilan siylanib, siyliq topshirish uchun Manas rayonining administratsiya boshlig'i Akim Do'stmonbek Amatovich o'zi topshirdi. Kelinglar, Aytmatov rayoni. Aytmatov kelinglar. $100 ming so'm aqchavay siyliq. Mana o'shandaylar hurmatli ko'ruvchilar, jalpi ko'rmanlar. Manas rayonining 80 yillik ma'rakasini mana bitta dengelde dayınlıkta gelip bugün baş baygeni qamsizlayotgan Manas 1 komandasi siylanib. Baş bayga 150 ming so'm. Siyliq topshirish uchun Jo'rabek Kengeshning deputati Dastan Artisbekovich chaqiramiz o'rtaga. Baş bayga esa 150 ming so'm aqchavay siyliq jana kubok. Qaranglarcha qanday kerak. Manas rayoni 80 yillik ma'rakasini arналган turnirda Manas komandasi egiliga yetib o'tirib. Va yetakchiliklar bilan birgalikda son bir esda qolarlik surat bo'lsin. Kapitan Rohatbek o'g'li No'ruz